tushundingmi? Bo'pti, tez gapiraman, tushunib, tez gapiraman, balki. Tez ular o'zbekcha. Menga hozir yutib olamiz, biz ham ketib olamiz, ertaga qilamiz xato o'zini. Ya bunday biz ko'tib kirib olamiz, bular go'shga ko'tmasmiz-ku. Endi baribir ko'tib qilishimizga to'g'ri kelib qoladi. Ya endi ko'tib qilishimizga to'g'ri kelib qolsa ham biz ko'tib qilmaymiz-ku. Iloji bo'lmasa nima qilamiz? Iloji yo'q. Shunaqa iloji bo'lmasa qilib olib o'tiramizda buni. Boshqa ilojimiz yo'q, o'yinda oxirgi o'yindan qahramon bo'lamaydi. Ya o'yinda oxirgi o'yinda odam qahramon bo'lolmasligini bilaman, lekin baribir yutqazib qo'yishimiz ham mumkin-da. Sen tomonga bir odam kelib qoladi, yutib qolarmiz. Yo, odam kelib qolishi mumkin, lekin Qora Marvarid yoki Feruza Vazir yoki Sulton akam yoki Merdin akam yoki King 511 kelib qolmasa, kuchi yetmaydi Botirga hech qachon. Botir kiyindi o'qadi bular. Men tavakkal Xudoga qanday o'tirsa, oson. Tavakkal qilib ko'rishlar, bir odam kelib qolishi mumkin. Senga bo'lmasa yaxshi ertaga qilib beramiz, ertaga. Bugun dam olamiz, ertaga qilib beramiz, bugun qilib beramiz. Bo'lmaydi, biz bularga o'xshaymiz. Yo'q, onang tushunyaptimi? Onang tushunyaptimi qaro? Ya. Ko'tsan. Ya xo'ram, tushunib o'tiribman xo'ram. Непен депен, тупы непен сапан баба. Я епе, реки апа узупын жапап. Кодеш каза. Кара.